Satuvimizda BYD Song Plus avtomobili 2024-yilda ishlab chiqarilgan 605 km/h varianti tok nuzul mashinamiz 70.000 km yurgan qora svet. Krassikalari 100% toza, bolalar ham o'rtacha holatda. Krugoy tonirovkalar urilgan, beskluchoy dostup bor. Politlari döşelgen ishlarini, kojunli salon. Bunda o'zining udobniy monitorlari, 360 gradus kamera, panorama lyuk, sport, normal eko rejimida harakatlanib beradi avtomobilimiz. Yine elektronli. Salonlar ham toza turibdi. Qarab bilgandan so'z bo'lsa, videomizni berib qo'ysa, BYD Song Plus avtomobili do'stlar. Arkalarına poliklarni döşep çırak ko'p qo'ydilar mashinani. Krasi 100% toza. 305 milyon so'm bahosi. Naqd pul bilan kelsangiz üstüne yashirib beramiz. 70 milyon bilan avtokredit chiqadi. Plus notariuskaya klasslar 7 milyon 400 ming so'mdan 5 yil oylik to'lov. Yalab xarid qilaverasizlar.